Ales, yardarlarning ahvoli qandaqroq? Yarlarga to'g'ri siltib qo'ydik. Senda cho'p to'g'ri bormi? Bor. Mening tugay deb qoldi. Mana, Rahmat. hozirgi ahvol ancha ig'ir emas, biroq yana urush bo'lgandek turadi. To'g'ri. Ularning yarsi ig'irmi-ki? Hilimiz zarur dorilarning hammasini ilib otganmiz, biroq ularni o'rnidan turg'izish uchun qusig'ini to'yg'izish kerak. Buning amalini men qilay. Na deydigan narsa bor deb o'ylayapman. Bo'lyaptimi? Sen xosiyatli suratning kuchi bilan yeydigan narsa topqansa, o'zimni beri tort yegim kelib turibdi. Bu yerda yana bor. Yemsa. Ala uruq, men to'ydim. Tanlab yeyish to'g'ri kelsa, men pishloq yeyman. Pishloq xatolashding. Tort topdan. Tortni faqat Farhod kapital yeyalaydi. Bo'ladi. Rasli pishloq yegan bo'lsa, birdam ta'xir qilib tur. Pishloq, ajab yaxshi oldi, men bekam raqtim. Men ko'rdim, hammani ko'rdim, biroq qanday qilganinglarni uqolmadim. Mening qo'sig'im ichib ketdi. Menga bir poch sumak beramsizlar, pulamdi, ha? Yo'q, biz beramaymiz. Sen xosiyatli suratdan tilasan, u berishi mumkin. Shuna qilalamsan. Sizlarning bundoq postiyeringlardan joq to'ydi. Bu yana ochiladi. Men ochig'lanmadim. Agar kechirim so'rsam, sumak beramsizlar, ha? Qopib bo'lmanglar. Bo'ladi. Ma'qul. Basak biraylik. Ajab yaxshi bo'ldi. Men bundoq tatliq sumak yeb baxmagan. Qo'sh qulog'i demayman. Yalab ketdim.
Әді, немеш бола? Simba! Немеш? Sen yana şu yollasın üstlükünü gelgeçti oylamatam sen. Boldi, oylama, biz murasa adveli bədik qo. Şundaq, biroq nurg'un do'stlarimiz yaralandi. Bizga yana jiq yemaklik kerak, yana kelib hozir. Serkon yangi hujum qo'zg'ashga tayyorlanayotgan bo'lishi mumkin. Aras, sizlar heliqi xosiyatli surat to'g'riliq so'zlab beringlar. Sözlep vereyim o. Söyleyeyim. Mana bu xosiyatli surat. Bu alayda kuch qudrat ega xosiyatli surat, uning karomatiga aqlimiz yetmayotidi. Aqlimiz yetmayotidi? Bu xosiyatli surat sizlarga bo'g'iz xatardan bishorat beramdi. Orası arzu armanı reallik aylandıralaydı. Kelgisinde bir şerat verelaydı. Aldan qatimli qurishda shundaq bo'ldi-ku, ha? Sening kelgusini bilgin bormi? Ha, Simba? Bana ahvalni rastçılık bilen gruplar boyunca dokulat kılınlar. Ben qo'shonimizdagilarning qanchiligining urush holida o'tganligini bilmoqchi. Qachoq qilishding bu? Aytinglar. Nimaga tursizlar? Ulan etmaydi alelere. Daim tayak yegeshga qoqib ketgan. Sana kulgulik to'ylatamdi. O kavga. Sen batır bo'lgandan keyin sapning oldida manquziman. Nima? Sapning oldida manmanma? Yo'q bo'lmaydi. Endi haragiz kulmayman. Men sapning oldida manmay. O tog'i yurak. Bana boshqa ish qildirsizlar. Har qanday ish qo'limdan keladi. Bo'ldi, gapimga quloq solinglar. Odig'inglar chiqqan o'xshaydi. Shundaqmi? Javob beringlar. Nurg'un yardarlar bog'lig'ini ko'rmadingizmi? Meni qo'shnim hozircha urushqa chiqamaydi. Simba bilan uning qo'shini g'alabasini tabriklayotgan bo'lishi mumkin. Agar ular bizning urush qilish iqtidorimizni yo'qotganligimizni bilib qolsa, darhol hujum qiladi. Qandaqli bo'lmasin, ularga hozirgi ahvolimizni bildirib qo'ymaylik. Shunga ularga ko'z quloq bo'laylik. Anlanglar. Mandaq qilamiz. Tushunding bu, shuningda ular qo'limizdan qechib qutulolmaydi. Bu bekomdan plankan alelere sirkin yaşsın. Emalat olanlar sirkin alelere yaşsın. Rastında qaltisgan, ajoyibgan. U nim bo'lganda, qaraganda bu xosiyatli surat uning bakil ta'sirga o'xshaydi, ha? Bo'ldi, bir necha kundir saqaysan. Hozir sizlarning xosiyatli suratinglarga ishonmay bo'lmag'idek. Serkon urushga tayyorlanibdi. Uzoqqa qolmay hujum qilishi mumkin. Do'stlarimizning qo'sig'i eshib ketdi. Ularga yetib beralamsa. Tepirey, çatak yok. Hemimiz de qo'sig'ini bir to'g'izib yutaychi. Ajab yaxshi bo'ldi. Xosiyatli surat karomatini ko'rsatdi. Biroq sizlar unutib qolibsizlar. Ular hammasi cho'p yeydi. Nima yeydi? Cho'p, pishloq yemaydi. Ansirma, ular yesa bo'ladi. Bu bek tamlik. Seni aldamaydi, rost. Cho'pxo'r hayvonlar faqat o cho'p qatorliq o'simliklarni yeydi, boshqa narsa yemaydi. Men buni o'qimaydi ekanman. Boshqaroq deb qo'ysang bo'pti ekan. Endi yaxshi bo'ldi. Do'stlarimizning qo'sig'i to'ysa chapsam mag'durga keladi. Rahmat senga. Kulgili tuyulyaptam da. Qaliq o'xshitib qo'ydi odamni. O semiz. Nima ish qilib qilsa? Simba! Simba! Qara, yemeklik taqdek dönüp ketdi. Hayron qilyapman.
Bizning maxfiy qurolimiz bor. Bizga cho'ng yordam qildi. Hech kimga dema. Sana chin ko'nglimdan rahmat aytaman do'stim. Ko'pchilikcha xizmat qila olsak, albatta bizmi xo'sh bo'lamiz. Senba, dushman hujumga o'tdi. Nima? Ajab xabarsiz qopdiq-ku. Bo'linglar, yardarlarni qo'g'dayli. Ay, dushmanning hujum qildig'ini nimish ma'lum qilmaysizlar. Men uqmabdim, balki ular dushmanimiz emasdi. Ayni seningcha ularning bundoq yuporilib kelishi mehmon bo'lish uchun kanda? Biz cho'qin bisib o'tayli. Yo'q. Men o'ylanib olay. Ular zodi nima qilmoqchidir? Ajib tur chaqma, buyruqni ola. Kerkidangan. Bizga hujum qilamdi. Bo'ldi, xatar yo'q. Ular biz bilan parag'lashqili keldi. Ras? Mening buyrug'imsiz hujum qilmanglar. O çerkini ahirette bu atıdı. Üzümü ödeyle. Yo'q, oldirmayli. Qaytib kel, Cherchi. İsmi Branko. Sen bilen doyulgu düşümen. Nima? Do'yilg'i tushimsa? O bizde halkına böyle kakacırı. U bekli ko'ranglab ketayotdi senba. Bu qiltoq bo'lishi mumkin. Sen hech bir qadam kiymagin ro. Uqmayman, bu Simbaning qaroriga bog'liq. Sen qanday qilmoqchi? Uni bilan do'yilg'i tushima. Bizning ularni qo'rqib qolmaydiganligimizni ko'rsatib qo'yay. Ularni orasi advini berayli. To'g'ri, ular chiqib shayban qildi. Gapimiz gap emisa, do'yilg'i tushimiz. Biroq adil bo'lish kerak. Evet de. Ben sizler bilen doyulgu düşümen diyen için adil buludu. Sen nima bilan do'yilg'i tushsa? Müngüzüm bilen beni muş vakitçe hiç kim yenip bakmadı. Ma'qul. Ishlashga, boshqalarni yordamga chaqirishga bo'lmaydi. Ben dedim bu, emmesiga koşulumen. Çapsan birin evet. Kimni avatay deysan? Ben baray. Ben baray. Yaxshi, chaqmoq yaraydi. Chaqmoq, sen bor. Çakmak Bahadır oğlan bile o küçük dursa. Sen bor uni yengdiganligini biladi. Chaqmoq yerda, ha? Aldirmay tur. Muşum tekmen bilen ilişam diken. Sen beni sahipçi mallarını tallaş müsabıkasıyla yenileysen. Sen artık kara bakay. Sen sayıcıman hesaplamsan, ha? Birinin üstündeki nima bu? Beni hiç kim bandak mazak bakmagan. Ha? Qanday qo'rqdingmi? Ha, oldu, başlaydı. Manga Ronka, uni yerga chaplashtirib et, o'zingni tunitib qo'y. Çakmak, fırsat olsa onu hücum kıl. Bırak yüzünü ondan koda. Tutmaya hareket kıl. Şuna kısan ısını yenemaydı. Kötü mü? Ana mushundaq harakat qil. Ko'rdingmi? Ha? O'rganib oldingmi? Uni obdan adablar qara, bu bek oddiy, mana bu tak. Men sana charsini deb biray. Quloq sol. Qanday qilishni tushundingmi?
Qo'rqdingmi? Seni saqlayapman. Baturaq bol chaqmoq. Adolatni qo'g'dash uchun sening yig'idig'iningga ishonma. Mana. Biz seni qo'llaymiz, uni adivini ber. U balet oynatıdı. O qo'rq tikiydi degan bo'ldi. Shu emas bu. Qochdi. Uni o'tirib. Yaxshi. Bunda satlaşmışsa bo'lardi. Yüzümüzü döktük. Şurvetdi. Uni adudima. Uni adudima. Yana bir qitim kelishayli. Bu kichik vaqt qanday tugashdi? Tugashdi. Men g'alba qildim. U jajjisini yedi. G'alba qildi, g'alba qildi. Tura chaqmoq, o'rnida tur. Bo'shab qolma. Sen bu shunaqa qilishni o'ylaganmi? U qishib ketdi. Seni yengalaydiganlar tug'ilmadi. Sen degan bizni chempion emas. Bu kimga popoz qilyotidi qaranglar. Men seni endi jahannamga yo'lga solaman. To'xtab qolma chaqmoq. Uni rosa aduli be. Nimaga tursa, tanavini topmamsa? Yaxshi bo'ldi. Yaxshi, yaxshi. Mana bu ularning sirtasi. Ular chiqqa, taqobi turolmadikmiz. Ahvol chandaq. Bu jumlachiq kelishni o'ylabdi-ekanman. Endi demak, sen tartibni ham boldiq. Ularni cho'ng'iyiq yulduzlar turkumining kuchi bilan chekidurmakdan boshqa amal yo'q. Biz qutuldik.
Biz raqiblarni yangdiq. Sening aql farosatli ekanliging yana bir qatim isbotlandi. Chaqmoq. Men ko'pchilik vakolatan senga rahmat aytaman. Sen baturlarcha urush qilib, izzat obro'yimizni saqlab qolding. Biz sendan faxrlanamiz. Çakmak yansın! Çakmak yansın! Raqibim meni yengib oldi. Yengilganimga tan berman. Mening taqdirim sizlarning qo'linglarda. Seni majburlamayman, faqat inoq bo'lsak deyman. O'zing tanla. Qilib qolaman desang, qarshi olamiz. Ketaman desang, mayli. Qandaq? Sen bek oliyjanobkansan. Kam qo'saqlig'ingdan qattiq ta'sirlandim. Hozir shuni his qildimki, boshqalarning seni maqtagani rostkan. Sen buyuk podshohkansan. Seni hargiz umidsizlantirmayman. Bundan keyin xizmatingga tayyorman. Do'stlar, angladinglarmi? Muşunda kadar keginimden ben xursandman. Men Chashqaloq vakoldan seni tabriklayman. Bana adalet saqlama, bulamdı. Chaqmoq unda qilmaydi. Bu gap qilinmaydi. Chaqmoq qaltis patur. To'g'ri. Do'stlar, Romkoning sepimizga qo'shilgani biz uchun bek foydali. Ben sana bunu degan bu. Do'stlar, bana ishoninglar. Sen bu bizga ishon. Mana, Serko'ning musiqasini qilib qoldi. Sana bir gap qilmoqchi edim. To'g'ri, sen haqiqiy podshoh. Bu qatim Serkon Senbaning qo'shinini bechit qilaman deb, oqibatda o'zining qo'shinini zo'r ofatga uchratdi. Buningda Chaqmoq o'z rolini joriy qildirib qolmay, eng muhimi Senba yuksak aql farosatini ishga soldi. U yana Karkadan Rokoning do'stligi ham hurmatiga sazovor bo'ldi. Senbaning yana qanday ishlarga yo'liqadiganligini bilmoqchi bo'lsanglar, keyingi qismni ko'ringlar.